Mo'min musulmon adam bunday narsani jerkini ko'rib, uyalu kerak mo'min musulmon adam. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam al-hayo minal iymon deb qo'ydi, qarangız. Qaysi bir adamning uyati bo'ladimi-sa, iymoni bo'ladi. Iymoni yo'q odamda uyat bo'lmaydi. Uyati yo'q odamda da iymon bo'lmaydi. Ko'pchilik yigitlar o'pshibaniyaga tushadi, o'pshibaniyaga. Haram bu narsa. O'pshibaniyaga tushib haram bu narsa. Bir gün ajab diyor bir yigit aytadi, "O işte o'pshibaniyada barimiz o'tirgan edik" deydi. "Men astag'firullah, sen o'pshibaniyaga tushasizmi? Ne qildi? Barimiz erkakmiz qo'y" deydi. Eshakning de erkagi bor, itning de erkagi bor, ey. Mo'min musulmonning avrati kindikdan tiziga sheyinmi? Bugün haram bu. Haram. Biz yalg'izgina ayollarning bo'kshalarini, ko'kraklarini qaroda haram deb tushunadiganimiz. Yo'q, mo'min musulmon odam o'zining jondasidir. Ha? Yani ol demek sana aşık olunca mana senin cevap algın. Dostum bu haram deb aytib qo'y kerak. Ana kindigingda cevap algın, bu haram deb aytib qo'y. Bu uyat bu narsa. Uyati bor odamda iymon bo'ladi, uyati yo'q odamda iymon bo'lmaydi. Ko'proq mana sport zallarida ko'proq bo'ladi bunday narsalar. Bayaqda men chempionlik Qozog'istonga dayındalib o'tirdim. Şuçem triyomkide ne çıkıp gitsek, Allah damballarını şişip taslaşmıyorum, duşça şomulu vardır. Kime demek, yolmaysındır mesindir. Bärimiz erkek biz koy deydi. Bärinin düşünügü sol. Erkekten yalmaydı degen düşünük var da, çok bu, kade bunlarsa. Erkekten özünün sanın bekitu gerek. Kendinin üstünün bekitu gerek. Bu haram narsa bu. Kim de kim edeye karaytın bolsa, Osu dünyada ol sokur bolat. Osu dünyada ol sokur bolat. Әдейі қараса. Sonuçta mesela ayellerдің de özünün ayelinin de avretini qarau mümkün emas. Bu şariatta şarım yok. Men aytib qo'yayın, şunu tushundirib qo'yayın deb o'tirman. Ko'pchilik odamning ko'zidan ko'rmay qoluvi, nemese balasının mügüdük bo'lib tug'uluvi, balaning mügüdük bo'lib tug'uluvi, balaning ko'zining elsiz bo'lib tug'uluvi meni o'sidan bo'ladi ko'proq. Sol üçün jeki duşlarga barıp tushgan afzalroq bo'ladi. Yaxshiroq bo'ladi. Yani musulmonskiy baniyalar barliq adam shashiq o'rab olib, unday alhamdulillah ol bo'laveradi. Misol Chimkentlarda bor, unday baniyalar ulkan qal'alarda bor. Biroq bizning Sarag'ashda yo'q. İnşallah bizning de boy yigitlarimizga sonda bir musulmonskiy baniyalar ashud Alloh nasib etsin. Biroq yigitlar o'sha narsaga bizda bir qatdan men berimiz kerak. Ayellarda dal solay. Lajning barcha ayel baniyaga boruga bo'lmaydi. Sirtdagi baniyalarga boruga bo'lmaydi ayel kishi. Ayel kishining eng yaxshisi uyga, uyda baniya istep berish kerak. Bizlar $1000 to'yana berudi bilamiz. Kreditga aqsha olib bo'lsa to'y jasavdi bilamizda, biroq uyimizga kichkintegina bir baniya solib qo'yuga shamamiz yetmaydi. Shamam jetmeydi deydi oğlan, shamam jetmeydi oğlan deydi. Biroq kredit alıp neşe narsani istewga shamasi keladi, aqli jetadi. Biroq ol baniya istewga shamasi jetmeydi bisharalardan. Tozalikqa da mo'min musulmonlar o'ta qattiq men beruvi kerak. Balamen tushgan vaqtda da avratni ko'rsatmay kerak. Avrat bu balaga da haram.